Uy, mana Naruto'ga kelib qoldik. Esil xo'ying ranjani boshlab ketdik mana. O'zimni bir tutib olay. Yaxshimisizlar do'stlar? Men sizlarning yuz tuvan xijiljon do'stinglar yandim bayon. Bugun sizlarga maktabda yaxshi o'qimay jamiyatga boldir chiqib olgan oq terikka g'azab kuchli diplomni olmay turib kanat boshlig'i bo'laman degan bir yigitning hikoyasini so'zlamoqchi. Burunnisida qaysi burunki ish qilib yaman uzun burun bir kunlar burun bir ayollar uch lekin erlar g'azab amroq to'qqiz quyruqli tilkichindan birsi tuyuqsiz bir kanatga hujum qilib qoladi. Uni bir odam bo'ysundira oladi. U bo'lsa-mu Rambo. Xapamala, boshqa karton ketib qoldimi? Bu chaqda kanatning 4-avlod kadri charpaqiga minib paydo bo'lib, o'zini qurbon qilib, bolasining ichiga tulkini solab, pechatni silib dunyoga tinchlik qilib keladi. Shuning bilan bu bolaning hikoyasi mana boshlanib ketadi. Hikoyaning bosh personaji dadasi yo'g'on boshliq, opsi uzun choshliq, uyda yo'q tuzak ochliq, lekin har qaysi pirkalonlarning tarbiyalash ostida dunyoga dangliq bo'lgan vanzi yasash moyiri bo'lib yetishgan, ismi chiqmagandek suiqashning tetib qo'sini ism qilib qo'yib olgan, chiroyiga old siziqni o'yib olgan, bekaga o'gir ichib to'yib olgan, dangliq notiq quruq gapchi haylasop Naruto. Okey, Naruto'ning tug'ilgan yurti o't ninja kenti bo'lib, ninja deganimiz chidamliqlar degan gap. Shunga Naruto burundilla g'azab chidaydigan bo'lib, eg'iz ishlatgani bo'ldigan ya bo'lsa, hargiz qo'l ishlatmaydi. Ashundaq bir yaxshi kunlar edi. Iruka muallim bolalardan boshlang'ichni bitirish imtihoni ilyotdi. Ya'ni ko'pish hunardan sinov imtihoni ilyotdi. Ha? Ko'pish hunari? Ko'pish hunarini men bilaman-ku. Shu naytkas 9 oydak saqlab qoldigan lishba. Lekin bularning ko'pish hunari ajoyib tez ko'payib, ajoyib tez yo'qaydigan bir xil hunar. Naruto ko'payishni qamlashtira olmaydi. Lekin o'zgarish maharati cho'nglarning birdek olqishiga uchraydi. Bu bani sadadis kimshina. Lekin bundaq ishlarni jiq ko'rib ketgan Iruka muallim buni imtihondan o'tkazmaydi. Imtihondan o'talmagan Naruto amalsiz imtihon savolini o'g'irlab chiqmoqchi bo'ladi. Hamda o'ngishli qoldi komotidek ko'payishni o'rganib oladi. Bu chaqda Mizuka degan oqchash Narutoni qaslab imtihon savolini bulg'ili keldi. Iruka bo'lsa o'zining otimras vatvatligi bilan Mizukini to'sab Narutoni ta'sirlantirdi. Hey Tulyobash, muallimimga yetishma. Gumpamga qara. Kaga binsin. Bilmdim. Chiqibmishnadi. Bu ko'paygan Narutoni ko'rgan Mizuki qattiq cho'chib ketadi. Vosa, kayko qilsam, bunda qilsam o'ladigan, bunda qilsam o'ynamayman men, o'ynamayman. To'shang bo'ldi, to'shang. Iruka Narutodan qattiq rozi bo'lib ketib, uni imtihondan o'tkazib yetdi. Alay-balay taraqtiriq ushshaq ishlar bir monch tutgandan keyin Narutolar atratga bo'lindi. Mavi xijil bo'layotgan ko'ziga oq tushgan qiz bolaning ismi Hinata bo'lib, u Narutoni yaxshi ko'radi. Naruto bo'lsa qizil chochliq Sakurani yoqtiradi. Sakura bo'lsa Sasuke'ni yoqtiradi. Sasuke bo'lsa bo'ldi demedim. Naruto qatorliqlar bir atratga bo'linib, o'zining yangi muallimi Kakashi bilan ko'rishdi. Ismingni bo'lib ketdi. Mening ismim Naruto. Men Hayzivang bo'lmoqchi. Sen Hayzivang bo'lasan. Luffy qalabaqamda. Oy, xapamang muallim. Boshqa karton ketib qoptimi? Men mushu o'tgantiga kanat boshlig'i bo'lmoqchi. Esel, yangziva, siz jo'xon. Men Sakuragi Hanamichi. Oy, siz bo'lsangiz boshqa karton ketib qolmay, mush kartonda g'it qisib o'tirang, ha? Men shu Sakura arzuyim. Majigitga xotin bo'lishim. Mundada. O'zi tushaytirib olgan bezgakchiray. Yaqila, senchi isming nima? Mening ismim Sasuke. Kichikgina turib nima qo'ydi senga geylikni? Ismim Sasuke deyaptimi? Munda degina. Esil bola ekansan, munda xo'p bola ekansan. Kakashi bularga har xil gumplarni o'gitdi. Masalan, qo'lim yetisholmaydi boshimga, tormuzim yo'q uchib chiqdim shoxinga degandek yugurish mahoratlarini. Kunlarning o'tishi bilan ular tirishib o'ginib, oxiri o'qyodek chichib raketadak usurdigan bo'lib ketdi. Shundaq bir kuni ular bir vazifa topshirib oldi. Ya'ni bir qiyerni uyga olib qo'yishdi. Bu jarayonda Kakashi bir qur leksiya so'zlab o'tdi. Si darajalik vazifa hech qanday dushman uchirmaydi. Shunga sizlarcha qo'rqmay meninglar. Yeptiq tugmay turibla, tuyuqsiz nadim bir nimalar chiqib, Kakashini parchalab o'tdi. Naruto bo'lsa, "Oh shit, endi ishtanga chichidigan bo'ldi-ku" deb turishiga Kakashi yana tuyuqsizla paydo bo'lib kelib, bu dushmanlarning o'tini o'chirib o'tdi. Mana bunda ishlar anda-sanda uchrab qoldi. Hayron qolmanglar. Anda-sanda Narutolar yuqori darajalik ninjalarning yangisini mana tunji qitim ko'rishdi. Ular nishonga yetay deganda yana to'satdin. Hayron bo'lmanglar. Bu kartonda ashunda to'satdin bo'ldi ishlar yomonjiq.
to'satdan bir niqobli zangdo'ch paydo bo'lib qoladi. Mana bu dangliq kasbiy qotil Savut Dabizaning jiroq tuqqani Momoshi Zabiza edi. Ko'pchilik diqqat qilinglar, bu dangliq qotil Momoshi Dabiza. Ey, men degan Momoshi Zabiza. Ha, to'g'ri. Ham sen nimaga kelding Momoda Zabiza? Bo'ldi, Zabizali davra. Birisi menga pul berib, "Avining qerining jinini olib kel" degan. Ha, jinini og'ini kelganmi? Bu qerining bu yaxshi kelganda nədiki jini bo'lsin? Janalardan izlab bax. Janallarga Kakashi bilan Zabiza bir qapas vahshiy chilishib o'tadi. Ishning sal yomon bo'layotganligini his qilgan Kakashi amal yo'q o'zining meytungsini ko'rsatib qattiq to'laydi. Maska taqab yurgan kunlarda kimning ko'zi chiroyli bo'lsa, shu uftudu. Darvaqa shundoq edi. Kakashi o'zining go'zalligi bilan ko'pchilikni qoyil qilib, Zabizani zayye buza qilib qo'ydi. Lekin dal bu vaqtda yana ashundoq tuyuqsizlar, ashunda tuyuqsizlar-chi? Bir niqobli odam rintoni olib ketdi. Va bu bo'lmadi-ku. Ming taslikni doya qilib chaluvlar qilib qo'ysak, ma kelib birdamda changrin to'qsi bo'lamdi. Lekin Kakashilar uchun bu hech nima emas edi. Bular qeyri buvayni uyiga opirib qo'ygandan keyin boshqa yaxshi personajlarga o'xshash yo'qlang ishlarga aralashib fazilatini joriy qildirib, ko'rikda razil kuchlar bilan birga bir atmoqchi bo'ladi. Ikki taraf ko'rikda uchrashadi. Amaliyotda Zabiza o'lmagan edi. Uni ilib ketgan bola Haka bo'lib, Zabizaning qo'lchimoqchisi edi. Bu sirliq odam Haka Sasuke'ning oqso mijozini davolab qo'yish uchun Sasuke bilan Naruto'ni so'g'oqlin ko'dak ombarning ichiga solab, ularni jingni bilan davolamoqchi bo'ladi. Lekin kasbda toza pishmagan Haka jingnini bakchiq sanjib yetib kelib, Sasuke'ni Sasu kirpa qilib qo'ydi. Naruto o'zining yaqin deb biladigan, lekin o'zini faqat yaqin deb ko'maydigan og'insi Sasuke'ning ahvolini ko'rib, jonimani chiqib ketdi. Hamda qo'saqdagi uzun yillik vaygvasini ishq silib, xuddi g'oz tuxum bilan xungni tang ishib olganda kuchinib ketib, Hakaning urib manqisini chiqarib yetdi. Bu chaqda Zabiza Kakashiga o'zining yalgumpisini ko'rsatib, dartli qilib o'sirib, butun yana istutaq qilib etgan edi. Kakashi bu puroqdan "Malla zaharlansam bo'lmas" deb o'zining kuchuklarini qo'yib berdi. "Oli kuch. Oli. Zabizani kuchuklar am qilib tishlab midirolmas qilib qo'ydi. Kakashi ishlarni osonla tugatay deb qo'liga chaqmoqdan birini ilib Pikachuga o'zgardi. Dal mush vaqtda Haka tuyuqsiz paydo bo'lib, Kakashining dajovsini to'sab qoladi. Zabiza kulib ketdi. Esil Haka, yomon vaqtida asqatmasang baka. Zabiza Kakashi bilan Hakaga tangli hujum qiladi. Kakashi bo'lsa, xo'yan jodak peshvo etib, Zabizani tepib uchirdi. Oy, undaq yomon odam atdiganda yog'i nadi qolganding? Bu chaqda Zabizani ishq solgan parda oqsidagi bir tipik paylamaydigan yo'g'on qo'sab eski chiroy qeyri Zabizaning oylik maoshini bermaydiganligini, har qancha tirishib ishlasimi jonjon bo'lolmaydiganligini aytadi. Hamda Hakaning jestini oyoq osti qiladi. Oyoqning ostida dassaydi. Buning ichidamagan vijdon bolasi Naruto ochchig'ida vaqirab ketdi. "Hey Zabiza, ni zala, zayangz xamani. Ha nayangz mititi ni qilvasa qarab o'ltiramsan, ni zamaza, ni zama buzama." Zabiza o'zining zama buzama to'g'riliq o'ylashib qoladi. Naruto bo'lsa Hakaning Zabizani yaxshi ko'rdiganligini aytadi. "Hey, nadam bola, bilaman men, lekin u bir o'g'il bola tursa, bo'pti. Ish bu yerga yetganda hamma ishlarni men oxirlashtiray." Zabiza Narutodan bir pichoqni so'rab, eliqi qerini ajal darvozasidan kirgizib qo'ydi. Hamda intayin ta'sirli holda ketib qoladi. Narutolar o'ngishliq vazifani tamomlaydi. Xalqlar mushu ko'rikka boshqalarning tili tegib ketmasin deb, ko'rikning Narutodek vatvat bo'lishini tilab, Naruto ko'rigi deb qo'ydi. Bir jihatdan bu to'g'ri. Kakashi ko'rigi desa toza satangda emasmi? Kakashi ko'rigi. Bu bo'ldi qancha raygo. Shuning bilan Naruto mushagicha oxirlashdi. Oxirini ko'rmadingiz? Qayzim qarab qo'ya. Oh, sorry. Bye bye. O totoyo. Mana men panus saloniga kirmaydigan balangsa. Soga. Shikkin saqilsam bekaliq chiqadi mana. Mana akang densang gwenchuma qilmaydigan sikoy balangsa. Dakana. Bir ko'y to'lmayman mana. Dish. Chalaq. Nani? Panus saloniga a'zo bo'lmayman deyotamsa? Poqangni chiqarib etma. Nima qila olaysan? Qo'lingdan kelganini qilib baqa qilayman bo'lsang. Nimpa, kaga bensin 3-4 kun kechiktirib chiqarishulari. Unda qilma. Bu qilaqing qamlashmidi? Abla, yandım bayanning bir-birdan esil, bir-birdan shayfansidir vaka. Menda xiyfanga nima kun bu? Simimase. Yenzan finshan qilib etay. 抖音